Mana bunday maslahatlar pulga ham topolmaysizlar. Men sizlarga bepul o'rgatib qo'yaman. Cobalt mashinasida, yoki Cobalt Gem mashinalarida salon ichida bilsangiz zavod qilgandan keyin shiriqlab suvda ovozi eshitiladi, odamni g'ashiga tegan. O'shani o'zini bitta atverka yordamida qanaqa qilib yo'qotishdi, video davomida ko'rsatib o'tamiz. Unga sizlar bitta ekranni qizartirib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Olib yaqinroq. Mana shu radiator chekkasida zagrushkachasi bo'ladi. Bu qopqoqni bitta pisillasizlar, birinchi radiatorda bachoyni qopqog'ini hamda buni chap tarafga qarab yechasizlar. Bo'lishi ham mumkin. Buni yechgandan keyin mashinani bitta zavod qilib yurg'izib yuborasizlar. Mana shundan birinchi havolatish ketadi, orqadan antifriz kelguncha mashina zavod bo'lib turadi. Hamda to'liq antifriz kelgandan keyin yana shu qopqog'ini qaytarib joyiga olib qo'yasizlar. Hamda antifriz dalibga qilasizlar. Antifriz dalibga qilib yana o'zini normasiga qo'yib bemalol yuraverasizlar. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa bitta obuna bo'lib, ekranni qizartirib qo'yishni unutmanglar.